o'zi kichkina, ovozi dunyoni buzadi. Umarlar qarang, to'rtta bir o'yinchoq mashinaga o'xshaydi. Lekin o'zining tarixi bor Porsche. Evet. Xo'p, biza Mercedes-Benz GT4 Formatic AMG'ni ko'ramiz. Qora kuzovga oq salon ekan, mashina idealni turibdi. 2019-yilda Germaniyada ishlab chiqarilgan AMG Leonex Auto Janubiy Koreya. Qora kuzov, diskalarini qarang mana. Turbo Formatic Plus. Ichki salonni ko'rsataman. Ochilishlariga gap yo'q. AMG mana bunaqa derevenisi bilan demak, sideniya ligirovkalar hammasi idealni ishlab beryapti. Yurgani 61 ming yurgan ekan. Salon zo'r holatda turibdi. Burada ключimiz ikkita ekan. Gap yo'q. Mashina o'zi sotuvda turibdi. Orqasini ko'radigan bo'lsa, men bu oynasiga gap yo'q ekan. Alohida ajratishgan ekan. Demak, bu kirib chiqmaydi. Shunaqa turibdi. Shunaqa o'zi turibdi, faqat bu yerdagi oynasi ko'tarilib pastga tushadi. Ajratsagan bo'lar ekan. Yil 2019 Germaniyada demak ishlab chiqarilgan AMG GT43. Buni yo'l-yo'lakay ko'rsatib ketdim. Bu avtomobillar demak sotuvda. Porsche elektr, buni rangini qarang. Binafsha rang ekan. Bu ham o'zgacha dunyo, u gabarit ancha katta ekan. Gap yo'q. Mana bu mashina haqida gaplashamiz. Mercedes-Benz E200 Avantgarde komplektatsiyada turibdi. 2024-yil Germaniyada ishlab chiqarilgan va Koreyaga import bo'lgan model 2025. Xo'p, bundan bitta yuqori turadigan E300 dan bitta past turadi E200. Lekin zo'r, demak, bozori bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Qora kuzovga oq salon, buni diska balonlarini qarang. Hop, ichki qismini ham bir ko'rsatib o'taman. Bismillah. Hoppa, mana shu eshikni ochganimizdan shunaqa interior kutib oladi bizada. Bu yerda demak kombinatsiya qilishgan qora, oq va yana qora. Sideniya pamyat va bu yerda ligirovkalar. Hammasi idealni ishlab beryapti. 2024-yil 9-oyda ishlab chiqarilgan. Xo'p, E300 da ko'pincha mana bu ekrani oldi yon sideniyagacha cho'zilgan bo'ladi, uzun ekran bo'lgan bo'ladi. Lekin E200 da faqat mana shu tarafida demak ekrani bor uzun. Bu yerda ключimiz. Ya'ni E300 ga nisbatan budjetniroq variant, lekin oq salon juda ham chiroyli. Mercedes haydayman, lekin sal nisbatan arzonroq bo'lsin deganga, mana shu E200 ni zo'r taklif qilsa bo'ladi. E200 Xo'p, ichki bagajini ko'ramiz. Yaxshigina keng. Bemalol bir kishi shunday sig'ib ketadi, ikki kishi ham sig'sa bo'ladi. Bu mashina demak sotilgan. Yaxshi narxga sotildi bu. Agar kimda-kim kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, yana chiroyli qilib topib beramiz zo'r narxlarda. Demak, kombinatsiya bunaqa ko'k o'zini chiziqlari, yonib turadigan chiziqlari bilan salon lekin idealni turibdi. Tushirsak, demak ikkiga bo'ladi. 3 ta sideniyani.
Buni yana bitta minusini aytadigan bo'lsak, tepasida panorama lyuki yo'q. Mercedes haydayman, E-klassdan haydayman, faqat sal arzonroq bo'lsin deganlarga mana shu variant idealni hisoblanadi. Aloqaga chiqaverasizlar. E300 ni ham topib beramiz, chiroyli narxda zo'r qilib kelishtirib. Lekin buni yonida turishini qarang, uchalasi 3 ta dunyo, 3 xil dunyo, 3 xil brend saflanib turibdi. Buni orqalarida ham Mercedeslar bor. Maybach bor buni orqasida. Hop bir ko'rsatib o'tay shuni. Bitta turbo. Mana Maybach turibdi. Lagan diskalari bilan. Maybach S580. Orqasida Lincoln ekan. Mashina normalniy uzun, long. Hammaga taqqoslab ko'rsak, bu bilan buni. Bu normalniy uzun. Shunaqa, hamon chirog'i yonib qolibdi.